Kuz-qish mavsumida aholini barqaror va uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyatimizning barcha tuman va shaharlari bo'ylab keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Har yili mavsum yaqinlashgani sayin soha xodimlari tomonidan gaz tarmoqlarining holati o'rganilib, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'riladi. Bugun ham mazkur ishlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Xususan Kattaqo'rg'on shahar gaz ta'minoti bo'limi tomonidan ham mahallalarda tabiiy gaz quvurlari, ichki tarmoqlar hamda gaz taqsimlash stansiyalarida ta'mirlash va yangilash ishlari bosqichma-bosqich olib borilmoqda. Aholi uchun qulayliklardan biri gaz hisoblagichlarni 2 bosqichli tizimga o'tkazish jarayonidir. Mazkur tizim nafaqat aniq hisob-kitobni ta'minlaydi, balki gaz sarfini masofadan turib nazorat qilish imkonini ham yaratadi. Bu esa aholining vaqtini tejash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va tizimning butunlay raqamlashtirilishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari gaz taqsimlash stansiyalarida bosimni nazorat qilish bo'yicha kun-tun monitoring qilish yo'lga qo'yilgan. Mutaxassislar tomonidan uskuna va jihozlarning texnik holati doimiy tekshirilib, bosimning barqaror bo'lishi uchun barcha zaruriy choralar ko'rilmoqda. Bugungi kunda 25-26 yillar kuz-qish mavsumida iste'molchilar bir yil me'yorida gaz ta'minoti berilib borilmoqda. Gaz ta'minotidan muammolar mavjud emas. Kuz-qish mavsumida yana qo'shimcha chora-tadbirlar qo'llanib, uzoq hududdagi mahallalarda gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida qo'shimcha gaz quvurlari tortilib, qo'shqotor quvurlarimizni demontaj qilib, yakka tartibdagi quvurlarga almashtirib kelyapmiz. Shaharda 113 ta GRP mavjud bo'lib, hamma GRPlar texnik taftishdan o'tkazilgan. 8 ta yuqori bosimli GRPimiz bo'lib, ular ham taftishdan o'tkazilgan. 5 dona GRPimiz mukammal ta'minlandi, yangi avtomatlashtirilgan GRPlarga almashtirildi. Gaz hisoblagichlar bo'yicha aloqaga chiqmagan shotchilarimizni bugungi kunda mahalla ishchilarimiz sinxron qilib, batareyka va sim kartalarni almashtirish ishlarini olib borilmoqda. Bugungi kunda ishlar hammasi reja grafik asosida amalga oshirilib kelinmoqda. Viloyatning barcha tuman va shaharlarda davom etayotgan ushbu izchil ishlarning yagona maqsadi sovuq kunlarda har bir xonadon iliq bo'lishi, har bir oilada farovonlik va qulaylikni ta'minlashdir. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonini jadallashtirib, aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida o'z faoliyatini izchil davom ettirmoqda.